Ha, qizlar qayoqqa ekan? Ayo, rahmat. Ya, o'tiringlar tashlab qo'yaman o'zim. Biz ham tezda ketmaymiz, понятно-da? Ha, xo'p, mayli. O'zi kalgotkalarsiz teshik ekan, nima ham sizga chiqmayman deysizlar sizlar? Qayerdan uyimizga kirib qoldingiz? Yo, o'zi tuxum tefalga qaynata ekaning, men ham sizga chiqmayman deysan, qo'y. Shunda tez qaynaydi kerak bo'lsa. Ye, Ponchik, o'zi zavachkani qulog'ing orqasiga yopishtirib chaynaykan, nima ham sizga chiqmayman deysan sen? O'zim bilaman. Senga zavachka foydasi yo'q ekan, ey. Ya, o'zi naushtiging ishlamaydi, men sizga chiqmayman deb baloman bizanga, ey. Ishlaydi kerak bo'lsa. Amaki oldik, shuni temir daftarga yozib qo'ying. Tashlab ketamiz. O'zi qarzlaring ko'payib ketgan. Hey, Asterix bilan Obelix, oldin qarzing to'lab qo'y, keyin boshim tanla. Bular Gulnoz emasmi ota? Dugon Nargiz kelibdi, krossovkasini berib kelay. Ey, ampamman, o'zi oyog'ingga krossovka saniki emas, yana menga понятно-da. Hey, yeshtiring. Böyle molga ham qolsin. O'zi tarvuzni qirib ekanlar, yana men sizga chiqmayman, qo'yay. Qoch, tiqilma. To'xta. Bunaqa oynachalarni 14 yanvarga qizlar bizga beradi maktabga, o'sha oynachada. Jonimizga ham tegib keting, bor ket uyimizdan. Uni qara topishgan, tayda chiqmas sizga chiqmayman deydi menga. Yo'q ale. Mashinam to'da, hozir shunaqasi moda.